Halokati tufayli notanish orolga kelib qolgan samuray hali bu orolda odamxo'rlar yashashini bilmas edi. Kutilmaganda hujum qilgan odamxo'rlar samurayni ham boshqa o'ljalari kabi yeyish uchun qo'yxonaga olib ketadi. Lekin odamxo'rlarning bu safargi ovqati boshqalardan kuchliroq chiqdi va ularni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Assalomu alaykum aziz do'stim. Bu Zombi Uz kanali va biz boshladik. 1281-yil eng jasur samuraylar bosqinchilar armiyasiga qarshi turish uchun dengizga chiqishdi. Biroq kuchli tsunami dushman flotini g'arq qildi. Noma'lum orol qirg'og'ida o'ziga kelgan Bekdan tashqari barcha yapon jangchilari halok bo'lishdi. Uning oyog'iga yog'och bo'lagi sanchilib qolgan edi. Bek arqon yordamida o'zini o'lik bolakay tomonga tortdi. Ammo u go'yo hech narsa bo'lmagandek o'rnidan turdi va yugurib ketdi. Samurayni gallyutsinatsiyalar qiynamoqda. U o'zining singan qilichiga qo'l uzatdi va nihoyat oyog'iga kirgan yog'ochni sug'urib oldi. Jarohatini bog'lagach, Bek qirg'oq bo'ylab oqsoqlanib yurib ketdi. Kechga yaqin suvi tugadi. Bu tunni yolg'iz jangchi g'orda o'tkazdi. U yana boyagi bolakayni ko'rib qoldi va uning ortidan o'rmon ichkarisiga sudraldi. Ruh bola o'z ta'qibchisini kutish niyatida emas edi va shuning uchun Bek tez orada uni ko'zdan yo'qotdi. Bu bola samurayning ikki o'g'lidan biri edi. Oldinlari ular tez-tez qaroqchi o'ynashardi. Ertalab erkakni gallyutsinatsiyalar qiynashda davom etdi. Endi unga rafiqasi ko'rindi. Bek qirg'oq bo'ylab sandiraqlab yurarkan, to'satdan u yerda ayolining jasadi yotganini ko'rdi. Ammo bu ro'yo edi. Samuray doimo yaqinlarining ovozini eshitadi. U charchadi va shunchaki sepuku qilib, bu dunyoni tark etishga qaror qildi. Ammo to'satdan ovozlar g'oyib bo'ldi. Uzoqda esa u o'zining qadrdon Fudzi tog'iga juda o'xshash tog'ni ko'rib qoldi. Bek taslim bo'lishga hali erta ekanligini tushundi. Erkak g'olalarni yig'di va ularni orol ichkarisiga sudrab ketdi. U yerda u mahobatli sharsharani topdi va ruhan quvvatlandi. Chuchuk suv topgach, Bek yegulik topishga kirishdi. U qilichining bo'lagini o'tkirladi va daraxt po'stlog'ini shildi. Ertalab yog'och ko'miri va suvdan Bek siyoh tayyorladi. Tayoqcha va bir tutam sochdan esa mo'yqalam yasadi. Hatto shunday sharoitda ham yapon jangchisi haiku yozishni istadi. Shu tariqa kun ortidan kun o'tdi. Bek o'z jarohatini davolashning uddasidan chiqdi. U tinimsiz ravishda g'olalarni o'zi bilan qayergadir olg'a sudrab bormoqda. Nazarida Bekka hayotga bo'lgan iroda butunlay qaytgandek edi. Garchi o'tmishdagi g'amgin xotiralar hech qayerga yo'qolmagan bo'lsa-da, nihoyat Bek tog' tepasiga chiqdi va o'zi istagan narsani qildi. Ritual darvoza, to'rini yasadi va uning oldida tiz cho'kib duo qildi. Yillar davomida og'riq meni hayotda ushlab turdi. Mayli, endi sevgi meni o'lim bilan oziqlantirsin, dedi u. Yolg'iz samuray baribir sepuku qilishga qaror qiladi. Shunchaki buni qoidalarga muvofiq amalga oshirishni boshladi. Lekin bu unga nasib etmadi. Shu payt uning ortidan kelib qolgan yovvoyi odamlar to'rini sindirib tashlashdi. Chet ellikni esa qo'l oyog'ini bog'lab qo'yishdi. Qayiqda ular Bekni quruqlikdagi manzilgohga yetkazishdi. Gavdali jangchi niqobini yechdi va asir bilan gaplashdi. Biz seni to'xtatdik va endi sen menga tegishlisan. Yonida yana bir qancha asirlar o'tiribdi. Ulardan biri allaqachon oyoqsiz qolgan. Bu yoqimtoy yigit. Ularning hammasini asta-sekin yeb bitirmoqchi. Biroz vaqt o'tgach odamxo'rlarga ularning shamani qo'shildi. U tutilgan qo'shtirnoq ichidagi chorvani mevalar bilan boqtiradi. Shaman hatto Bekka jarohatiga ishlov berishni taklif qildi, toki u vaqtidan oldin o'lib qolmasin. Kalbosh asirning ikkinchi oyog'ini ham sindirishdi. Uni samuray qilichi yordamida kesib olishadi. Odamxo'r semizgina yigitni yeyishni orzu qilib so'lagini oqizmoqda. U baribir chidab tura olmadi va asirning tilini kesib oldi. Oyoqsiz asirni gulbarglar bilan bezatishdi va nimadir surtishdi. Keyin o'zining qonidan ichirishdi. Xuddi shu ishni semiz yigitga ham majburan qildirishdi. Bek haqiqiy do'zaxga tushib qolganini tushundi. Semiz yigit hushidan ketganida uning qo'lini chopib tashlashdi. Navbatdagi qonni shoxli idishdan Bek ichishi kerak edi. Yapon bo'ysundi va darhol ongi xiralashganini his qildi. Bek o'z o'g'illarini ko'rdi. Ular otasidan 50 ta qaroqchining boshini olib kelishni talab qilishdi. Xo'sh, shunday bo'la qolsin, dedi samuray. Yovvoyilar bu yegulik gapira boshlaganini ko'rib hayron qolishdi. Yelkangizdagi boshlar menga tegishli, dedi samuray. Usta jangchi qo'riqchilarni osongina yer tishlatdi. Birinchisi
Birisini tosh bilan urib o'ldirdi. Ikkinchisi bekka nayza sanchmoqchi bo'ldi. Ammo u yigitning bo'yniga arqon solib bo'g'ib o'ldirdi. Tishli yog'och qurol bilan boshni kesish oson emas, lekin unda baribir boshqa narsa yo'q. Baqaloq o'z sherigining boshini ko'rib dahshatga tushdi. Sarxush bo'lib qolgan yapon yovvoyilarning qoyatoshdagi suratlarini o'rganishga kirishdi. Ammo uni oldinda asosiy topilma kutib turardi. Bosh suyaklaridan uyulgan tog'. Yovvoyilarning o'zlari esa hokimiyati topshirish bilan band edilar. Qabila boshlig'i suyakdan yasalgan niqobni o'z o'g'liga, o'sha qonxo'r qotilga topshirdi. U hali ham qo'lida bekning samuray qilichini ushlab turibdi. Atigi bitta a'zosi qolgan baqaloq asir bu odamxo'rlar to'dasi uchun bayram taomi edi. O'limidan oldin u bu dahshatli manzarani indamay kuzatib turgan bekka qaradi. Tez orada bitta mast yovvoyi begona kishi nimalar qilib tashlaganini aniqladi. Samuray esa qo'riqchilarning boshini tayoqqa sanchib qo'ydi va o'zi o'rmonga qochib ketdi. Yangi dohiy qabilaga ovga chiqishni buyurdi. Suyakdan yasalgan qurollar bilan qurollanib, ular Yaponni birinchi marta topgan orol qirg'og'iga tushdi. Ular o'rmon ichida izg'ib yurishibdi. Bek esa orqadan hujum qilib, ularni bittalab o'ldirmoqda. Jangchilar uni eshitishmayapti, chunki butun o'rmon bo'ylab maymunlar baqirmoqda. So'ngra samuray birdaniga 3 ta dushmanga hujum qildi va osonlik bilan ularni narigi dunyoga ravona qildi. Kattaroq guruh ochiq maydonga chiqdi. Bek kamon bilan ikkitasini yiqitdi. Qolganlari o'tlar orasiga yashirinishdi. Bitta yovvoyi hujumga o'tishga tavakkal qildi va ko'zdan o'q yedi. Chekinish paytida yovvoyilar yana 2 kishini yo'qotishdi. Yapon esa shu bilan birga yo'l-yo'lakay o'z haykularini yozishga ulgurmoqda. Qachonlardir dushmanlarimning boshlarini yig'ardim. Ularning chiriyotgan qoldiqlaridan juda kam topar edim. Shaman oldinda shunchaki bir joyda qotib turgan dushmanni ko'rdi. Aslida bek tayyorgarlik ko'rgan edi. U tutun yordamida yashirinish uchun gulxonlar yoqdi va o'tkir tayoq bilan qurollandi. Tajribali jangchi bu yovvoyilarni aql bovar qilmas darajadagi osonlik bilan yo'q qilmoqda. Shaman qo'rqib ketdi va ortga chekindi. Boshliq shamandan "Uni topdilaringmi?" deb so'radi. Shaman esa "U bizni topdi" deb javob beradi. Qirg'oq tomondan kelayotgan tutunni ko'rgan armiya o'sha tomonga yugurdi. Bek ularni qirg'oqda kutib turardi. Jangchi suv ko'tarilishi bilan qirg'oqqa chiqib qolgan butun samuray qilichini topib oldi. "Men oilamni sog'indim" dedi u. Dohiy niqobini yechdi va o'z odamlariga oldinga yugurishni buyurdi. Uning o'zi esa hujumga o'tishga shoshilmayapti. Yovvoyilar to'dasi bekka hujum qildi. Ammo jangchining qo'lida butun qilich paydo bo'lgach, uning qudrati yanada oshdi. Chet ellikni uzoqdan nayza bilan o'ldirish urinishi ham barbod bo'ldi. Buning o'rniga bekning o'zi mergan chiqib qoldi. O'limga mahkum bo'lganlarning navbatdagi to'dasi yapon jangchisiga qarab yugurdi. Bek yovvoyilarni yuzida tabassum bilan o'ldirmoqda. Nihoyat, unga bu dunyoda yana biroz yashashdan ma'no topildi. Qolgan yovvoyilar tomon endi samurayning o'zi yugurdi. U asta-sekin dohiyga yaqinlashmoqda. Dohiy o'zining eng yaxshi jangchisini 4 oyoqlab yuguradigan telbani oldinga chiqardi. U katanadan chap berib o'tdi. Boshqa bir jangchi esa tirni tishlari bilan tishlab oldi. Reja unchalik yaxshi emas edi. Buning evaziga telba yigit uni yana bir necha marta urishga ulgurdi. Bekning yoniga yana bir necha dushman yugurib kelib, uning qo'llaridan ushlab olishdi. Biroq jangchi ozod bo'lishga erishdi va o'sha telbaning xotinini chopib tashladi. Jingalak soch yana oldinga tashlandi va samurayni qo'rqitishga tushdi. U go'yo maymundek bekning atrofida sakrab, goh hujum qiladi, goh chekinadi. Oxir-oqibat samuray uning oyog'idan ushlab oldi va payini kesib tashladi. Ammo yovvoyi odam shunday holatda ham qarshilik ko'rsatishda davom etdi. Bek jangchiga bir necha ammo o'sha zahoti uning o'ziga orqadan to'qmoq bilan zarba berishdi. Dohiy chetda turib jangga shaman kirishini talab qilmoqda. Zero u hech kim teng kela olmaydigan afsonaviy jangchidir. Charchagan bek o'sha paytga kelib hamma to'dani qirib bitirgan edi va endi Dohiy tomonga yurdi. "Sening o'zgachaligingni bilardim", dedi Dohiy jang oldidan. Shaman umurtqa suyaklaridan yasalgan marjonini kumga qo'ydi va qo'liga jangovar tayoqni oldi. Kichkinagina ammo chaqqon jangchi haqiqatdan ham qiyin raqib bo'lib chiqdi. Qolganlari uning oldida ip esha olmasdi. Shaman raqibini masofada ushlab turishga harakat qilib, tayoq bilan jang qilmoqda. Ammo sal o'tib
Bek uning qurolini chopib tashladi. Shaman qilichni qo'li bilan ushlashga majbur bo'ldi. Biroq bu faqat muqarrar oqibatni kechiktirdi xolos. Samuray bir necha zarba bilan uni qattiq yaraladi. So'ngra boshini tanasidan judo qildi. Mana, qabila dohiysi yashirinishi mumkin bo'lgan biron bir himoyachi qolmadi. U qo'lida ulkan suyak boltani ushlab turibdi va yaponga o'z qilichini tortib olishni urinib ko'rishni taklif qilmoqda. Gavdali yigit o'zidagi barcha ortiqcha narsalarni yechib tashladi. Suyakdan yasalgan niqobga qarab ibodat qildi va dushman tomon tashlandi. O'yin oxiridagi boss juda baquvvat. U Bekning yuziga qum sochdi va uni bir necha bor yaraladi. Boltaning kuchli zarbasi yaponni orqaga otib yubordi. Biroq qahramonimiz o'zini o'ldirishlariga yo'l qo'ymaydi. Buning o'rniga Bek dohiyni oyog'idan yaraladi. Kurash davom etdi. Jang paytida singan qilich havoga ko'tarildi. Bek uni tutib oldi va dohiyga yana bir jarohat yetkazdi. Bir vaqtning o'zida ikkita qilich bilan jang qilib, samuray dushmanni dengiz tomon quva boshladi. Ammo odamxo'rlar podshosi jon jahdi bilan himoyalana boshladi. U Bekning o'zini suv ichiga haydab kirdi va uni cho'ktira boshladi. O'lim ostonasida samuray yana o'zining raqsga tushayotgan xotinini ko'rdi. U qarshilik ko'rsatdi, oyoqqa turdi va dohiyning boshiga o'z qilichini sanchdi. Ikkinchi qilich bilan esa bu boshni tanasidan uzib tashladi. Mana shunday qilib usta jangchi bor yo'g'i bir kun ichida butun bir yovvoyilar qabilasini yer tishlatdi. Video yoqgan bo'lsa like va kommentariy yozishni unutmang. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar.